Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun biz MyStack serverini obzor chiqamiz. Va bugun MyStack'ga aytaman. Mana bu boshlanishiga serverga bosasiz va bu yerga kelib keyboard tugmasiga bosasiz. Va bu yerga nuqta keyin esa mana bu zamon tugmasiga eng pastida paydo bo'ladi. Mana bunga kirib olamiz. Mana shunday o'yin chiqadi va biz mana bu yerdan kirib o'tamiz. Mana biz muvaffaqiyatli kaptan yetib oldik. Endi login parol so'raydi. L deb turib parolingizni yozasiz. Mana men kirib oldim. Endi biz birma-bir serverlariga kirib ko'ramiz. Birinchi o'rinda Bedwars. Buncha bu yerda odam o'ynamayapti. Shuning uchun mikrofon mayli bunga qaytish yozasiz slash bilan albatta. Biz endi keyingi kiradigan serverimiz Box PvP. Box PvPda men yaxshi kuchayganman. Men de kuchayishni boshladim. Juda qattiq tayyorgarlik qildim. Serverimiz buni yaxshi ko'rgan, ham emas, ko'pchilik yaxshi ko'rgan mashhur survival. Bu yerda hammacha kuchayganmiz. Kuchayganmiz, ha. Maqtanmayman, mayli. Bu yerda bizning rankimiz ham bor, ya'ni VIP. Sizga bu yerda donatlarni ko'rsatib turibman. Mana birinchi o'rinda Stacks, meni Stacksim bo'lgan. Shunday narsalar, shunday komandalar mavjud, lekin ko'pchilik ishlamaydi. Mana bu esa VIP, ya'ni mening rankim deyiladi deb hisoblayman. Stacks byurolariga mana bu pastda narxlarni ko'rsatib qo'ygan. Keyin esa gipermarket. Bu yerda sizda shu komandalar mavjud. Shu rankdan boshlab kreativ ko'tara olasiz. Bu yerda legiya. Bu menga ranklardan biri bo'lib, shunday qobiliyatlarga ega.
Neyonisi ko'pchilik bu judayam zo'r komandalarga ega. Eng oxirgisi bu ko'pchilikda bor Geomay. Bunda siz prefix qilib shunday sotib olishingiz mumkin. 249,000 bemalol Telegram kanalidan sotib olasiz. Menikini Maystar Telegram kanalidan sotib olishingiz mumkin. Albatta cheater emasman, lekin mana bu gul sizga 1000 ta, ya'ni 1 ta jon beradi. Agar meni videomni ko'rib siz mana shu Maystarga kirgansangiz, men sizga bir shalker yoki 2 ta gul sovg'a qilib yuborishim mumkin. Demak, keyingi kiradigan serverimiz bu. Ё-моё, voy bo'libdi. Lekin qo'rqmang. Siz nima desam ekan, siz rank olishga qo'rqmang. Vibe'dan so'ng yo gigant away. Vibe'dan so'ng ham ranklaring tiklanadi. Mana bu odam negadir meni ortimdan qilmayapti. Mayli. U anavi Drench deganlari Drench u asli mana shu Masterning moderatori hisoblanadi. Hozir u boshqa akkauntdan kirgan ekan. Keyin esa bizda mana yuguribdi qirg'in rangi bilan. Bu yerda ham biz ranklarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Boshida player, undan keyin VIP bo'ladi va elite. Videoni to'xtatib komandalarni ko'rishingiz mumkin. Legenda. Agar siz anarxiya legenda rangini 3 kunga olishingiz mumkin. Dragon men yaxshi ko'rgan rang hisoblanadi. Keyin Ultimate, King va Galaxy. Mana shu Galaxygacha siz Donatkeysdan shu Galaxy va undan orqadagi ranglarni sotib olishingiz. Randomdan tushadi. Shu bilan bundan tepasi tushmaydi. Spark Pills Plus bu juda ham kuchli. Va eng oxirgisi Chrome. Menga yoqqanlardan biri. Chrome rangi bu bilan xohlagansingizni qilishingiz. Mana bu legenda rangli odam. Menimcha 2 soat anarxiya o'ynagan. Men ham anarxiya rangini olganman. Bunga olganman. Lekin menga 4 kunga cho'zilib ketgan. Anarxiyaga kirib tezda kuchaying yoki hammadan qolib ketishingiz mumkin. Tez orada kiratilmaydi. Xo'p, bu yoqqa aytadigan bo'lsak, oxirgi rejim, ya'ni server deganda rejim bizda plot bo'ladi. Mana bu bizda plotda
Siz anarxiyadan event rejimiga ham kira olasiz, faqat uzoq vaqtlar keltirib olasiz. Nega buzib qo'ydim? Bu yerda faqat bitta men borman. Bu yerda siz faqat kreativ rejimda o'ynaysiz. Bu yerda siz bu yerda tomonlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda kimdir Herobrine va Golemni qurgan. Tasanno. Obsidian Gamers. Nickam ajoyib. Lekin o'zi mehnatiga yarasha like bosib qo'ysangiz bo'ladi. O'rtasida Herobrine xuddi nima? Xuddi yashirinib o'ldirmoqchi o'xshaydi. Men bir marta do'stim bilan Kanadadan chiqib kelganmiz. Bu yerda komanda bilan siz ancha ko'p masalan asosiy region uchun flot qiling. Ya'ni siz mana bunday egallanmagan flotga borib qolishingiz mumkin. Masalan, men hozir borishga harakat qilaman. Bu yerda esa samolyot o'zbeklarning o'zbeklar bormi? O'zbekiston uchun bitta podishka qilib buni borasizlar. Mana bu oq nima deyiladi? Sandstone bor-ku, mana shu bilan o'ralganlar egallangan hisoblanadi. Mana bunday tosh bilan qoplanganlar esa egallanmagan bo'ladi. Mana bular umuman egallanmagan. Siz shu yerga kelib slash plot claim deb yozsangiz albatta kelasiz. Ya'ni mana shuni bo'lishi kerak. Chunki siz agar kirishingizga $100 pulingiz bo'lmaydi. Agar siz flotingizga 100 ta blok qo'ysangiz sizga $100 berishadi. Demak, biz bugun Minestax'ning obzorini, ya'ni juda qiziqarli. Xo'sh do'stlar, agar bu video sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, sal bo'lsa ham sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Chunki biz mana shu yoz oxirigacha yoki bahor yoz boshiga 10 ta yoki 15 ta bo'lishimiz kerak. Biz yangi youtubermiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin do'stlar. Podpishkada bo'ling. Biz videoni shu bilan o'z nihoyasiga yetkazamiz. Hammaga xayr.